kecha Universitet kasaba uyushmasining hisobot saylov yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda kasaba uyushmasi raisi 2024-yilda qilingan ishlar haqida hisobot berdi. Kasaba uyushmasi a'zosi Xudoyberdiyev Dilshod Abdusattarovich jamoa shartnomasini to'liq bajarilganligi haqida ma'lumotlar keltirdi. Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor Anvarov Shukrulloxon Maqsudxon o'g'li universitet ma'muriyati tomonidan qilinayotgan ishlar haqida gapirib o'tdi. So'ngra kasaba uyushmasi raisligiga saylov bo'lib o'tdi. Saylovga 2 nomzod qo'yildi: Ismoilov Azamat Ro'zi Muhammadovich hamda Qo'ylanov Baxtiyor Bozorboyevichlar. Saylov shaffof tarzda yopiq ovoz berish yo'li bilan tashkil etildi. Saylovda 87 nafar a'zo ishtirok etib, shundan 23 nafari Qo'ylanov Baxtiyor Bozorboyevichga, 63 nafari Ismoilov Azamat Ro'zi Muhammadovichga ovoz berdilar. 1 nafar a'zoning ovozi esa bekor qilindi. Shu bilan Ismoilov Azamat Ro'zi Muhammadovich yana kasaba uyushmasi raisi etib saylandi. Kasaba uyushmasi fakultet va bo'limlardagi vakillarni ham ochiq ovoz berish tartibi saylovi bo'yicha ovozdan o'tkazdi. Kasaba uyushmasi vakillari yana qayta saylandilar. Universitet rahbariyati va texnik xodimlar bo'limida vakillar bo'lishi kerakligi inobatga olinib, universitet rahbariyati uchun Saidova Zuhra Narzulayevna va texnik xodimlar bo'limi uchun Ortiqova Gulchehra Bo'riyevnalar kasaba uyushmasi vakili sifatida saylandilar.